Buni ushla. Inshaalloh bu yer hammangiz uchun go'zal bir yurt bo'ladi. Sog' bo'ling To'g'rul bey. Kim To'g'rul beyni oldiga borsa tuproqsiz qolmaydi degan gapni eshitishim bilan qabilam bilan keldim. Og'am, bular kelishda davom etmoqda. Yurtimizda o'zi tuproq qoldimi? Sen ular bilan biroz gaplashib tur, men tekshirib kelaman. O'zi qayoqlardan keldingiz? Oltoylardan beyim. Biz Urallardan, Shinjon, Ulan-Bator. Saljuqiylarga butun dunyodan turklar oqib kelayotgani uchun imperiya fuqarolariga yangi, unumdor yerlar kerak edi. Hoziroq safar rejalarini tuzishga kirishamiz. Sultonim, taxtingizda biroz o'tirsangiz bo'larmidi? Taxtda o'tirish juda zerikarli. Men egarimda dam olaman. Birinchi navbatda Ozarbayjonga kirib, yangi shaharlarni qo'lga kiritamiz. Ortidan gurjilarni tog'larga qo'yib, Anek qalasida o'z bayrog'imizni hilpiratamiz. Sultonim juda baquvvat, olinmas bir qal'a-ku. Rossiyalar unga alohida e'tibor berib qurishgan. Bu qal'ani olsak, nomimiz tarixga oltin harflar bilan yoziladi. Taxtga chiqqaniga atigi bir necha oy ham bo'lmagan sulton Alp Arslan avvalgi Ozarbayjonni o'z hududiga qo'shdi. Ketidan gurjilarni tog'larga quvib, ularning eng mashhur qal'asi bo'lmish Anek qalasi tomon yuzlandi. Qal'a juda mustahkam, atrofi daryo va tog'lar bilan o'ralgan edi. Shunday bo'lishiga qaramasdan sulton Alp Arslan qal'ani avval manjaniqlar bilan o'qqa tutdi, so'ng uni fath qildi. Afshinbey, sen ham shu yerdamiding? Sultonim, bilasiz-ku, bir kun u yerda, bir kun bu yerda. Sultonim, juda ko'p qon to'kyapmiz. Ertaga bizni Anek qalasini qonga bo'yadi deb eslashadi. Galvars, tarixda qaysidir qal'a qon to'kilmasdan olinganmi o'zi? Sultonim, bitta yaxshi, bitta yomon xabar bilan keldim. Yaxshisi, Abbosiy xalifaligi sizga yangi bir unvon berdi. Abul Fath, ya'ni turkchada fathlarning otasi degan. Voy bu. Yomoni, siz yo'qligingizda birodaringiz Quvurt sizga qarshi isyon etdi. Jin ursin bunaqa birodarni, yo'qligimda isyon qiladigan. Siz fathlarni tashlab ketadigan bo'ldik. Yetdik, bostiramiz. Afeting hukmdorim, ammo nima? Sultonim, men Anatoliyaga kirib Vizantiyaga qarshi jangni davom ettirsam bo'ladimi demoqchimisan? Ammo bilsangiz kerak, nomimni tushundim. Otliqlarimizni olib o'sha Bizansga bizning qudratimizni ko'rsatib qo'y. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin sultonim. Aytganingizdek qilaman. Omad yor bo'lsin. Sultondan minglagan tajribali suvoriylarni olgan Afshinbey endilikda Vizantiyaning bosh balosiga, Anatoliyani Anadoluga aylantirishni istayotgan birinchi raqamli insonga, Vizantiyaliklarning qal'alarini birin-ketin fath qilayotgan yengilmas jangchiga, endi ko'radiganingni ko'rasan Afshin, va ularning nazdida ushlab bo'lmas bir chaqmoqqa aylangan.